Assalomu alaykum do'stlar. Mana biz bu obyektimizda podvalga 500 talik bochka va 750 vatlik nasos joylab berdik do'stlar. Bochkaning taklarini tekizlab bir qator g'isht terib berdik azizlar. Bu yerda nasosimiz ikki xil vazifani bajaradi. Bu yer adirli joy bo'lgani uchun samoxol suv chiqmas ekan. Shuning uchun nasosimiz ham pastdan tortib bochkani to'ldiradi va bochkadan tortib hammomga haydab beradi do'stlar. Bu yerda azizlar mana bu pastdan kelish turbamiz. Bu yerda sharoy kiran qo'yganmiz. Bu bochkadan chiqish turbamiz. Bu yerga birashka kiran qo'yganmiz va bitta filtr qo'yganmiz do'stlar. Pastdan tortib bochka to'ldirilgan vaqtda bochkadan chiqish suv kranimiz bekiladi va bu yerda hammomga ketgan kran va bochkaga ketgan kran ochiladi. Bunimiz bekiladi, bunimiz ochiladi. Shunda pastdan tortib bochkamiz to'ldiriladi. Ichkarida populog bor. Bochkamiz to'lgandan keyin bochkaga kirgan kran bekiladi va hammomga ketgan kran ochiladi. Bochkadan chiqqan kran ochiladi va pastdan chiqqan kranimiz bekiladi do'stlar. Shunda bochkadan tortadi nasosimiz, tortib hammomga qarab haydab beradi do'stlar. Do'stlar, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmanglar. Salomat bo'lasizlar.